Assalomu alaykum hojiga, xush kelibsiz. Bizlarning qizlar qanaqa qarashdi? Yaxshi, muomalalari yaxshi. Joyida Qanaqa e'tirozlar yo'q? Savollaringizga to'liq javob berishdimi qizlarimiz? Ma'lumotlar oldik. Xayrli bo'lsin. Necha kishi ketyapsizlar? 8 kishi xudo xolasa. Mashalloh. Muborak bo'lsin. Birinchi marta borishingiz. Hop. Inshaalloh bu kichkina yigitchamizni ham olib ketyapsiz. Xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin. Qanaqa bu birdaniga borgili kelib qoldi bir holatlar bo'lganmi? Qanaqa bo'ldi? Endi niyatimizda bor edi. Keyin bu kichkina o'g'ilchamiz boramiz deb kapitaga pul yig'ishni boshladi. Endi shu yig'amani yaxshi o'qiganiga yoki bo'lmasa kitob o'qidi, qanaqadir vazifalar bajarganiga rahmatlanishimiz sifatida pul berib qo'ydik. O'shani yig'ib kapitkasiga 19 million yig'ibdi. Mashalloh. Shundan keyin qolganini endi o'zimiz onasi yiqqan, qolganini endi biz ishda bo'lganmiz, berib turgan pullarga bular yiqqan. Qolgani onasi yiqqan. Endi o'shanga 8 kishi oilaviy ketyapsiz. ha, masalan biz o'zimiz oilamiz 5 kishimiz, ota-onam, bitta opcham bor. Xayrli bo'lsin. Qarindosh urug'lar bilan. Paketlarimizni qizlarimiz tushuntirib berishdimi? Mehmonxonani, Makka va Madinadagi jarayonlarni. Hammasini tushuntirdi, mehmonxonalarni, masofalarini hammasini tushuntirib berishdi.